ChatGPT bilan tekshirishni, essaylarimizni tekshirishni o'rgatib qo'yaman. Demak, bu men topikim dedim. Keyin kut meni essayim dedim. Xo'p dedi. Bo'lmasa mana topikni o'zini shundoq tashlasa sizga yozib beradi-da bu. Asabingizni buzib ko'p gapirib yuboradi-yu. Xuddi shunaqa bo'ladi. Kut meni essayim dedim. Okey dedi. Keyin men mana yozgandan keyin bu meni introyim dedi. Keep it, ya'ni ushlab tur buni как va qolganini kut. Hammasini jo'natgunimcha dedim. Undan keyin mana bo'lib bunaqa qilib yozdim. Bu body one, keyin body two'ni tashlayman dedim. Body two'ni tashladim. Mana conclusion dedim. Keyin aytdim oxirida. Now dedim, mana meni essaylarim full dedim. Endi menga 75 dan skor ber dedim. IELTS kriteriya bo'yicha dedim. Keyin bu bunaqa dedi, mana. Bu nimaga pastroq beradi? Shunisini qo'shmaganman. Qarang, yaxshi sen develop qilmagansan deganda rosa tushuntirib bergan xatolarni zo'r qilib. Keyin men aytdim, please keep in mind that, ya'ni esingda tut, bu IELTS like emas, ya'ni IELTSniki emas. Bu bitta national exam bor, multi level degan. So bizga 1 soat beriladi, 3 ta taskka dedi. Keyin task 2 da men fully develop qila olmayman, chunki vaqtim yetmaydi degan narsani ko'rsatib berdimda, 1 soatda 3 ta yozishim kerak deb. Keyin estimated score deb qo'yibmanmi? Nima debman? 180 ta 200 ta so'z yoziladi taxminan. Mana estimated score men gapirmaganman deyim. Va o'sha 180 ta 200 ta kerakda, 250 plus emas. At least deb turib unaqa emas-ku. Shuni tushuntirib berdim. Keyin aytdi, that changes the evaluation quite a bit. Ya'ni o'zgartirib yuboradi. Okay, endi bildim. IELTSnikida emas, senga to'g'ri hisoblab beraman. Clarity, efficiency, clarity under time pressure. Mana 3 soat, 1 soatda 3 ta task yozishingni hisobga olib, boshqa qilib beraman dedi. Keyin bitta tahlil qilib beradi mana. Rosa o'qib, tushuntirib, bunaqa deydi. 60 berardim senga 75 dan deydi. O'zi meniki 60 atrofida-yu. Eng zo'r qiladigan ishim o'zimga ham yoqadi va sizga ham aytaman buni. Let's analyze it sentence by sentence deyman. Ya'ni davay bitta gapma-gap qilib tarjima qilib ketamiz, tahlil qilib ketamiz, analiz qilib ketamiz deyman. Keyin bu birinchi gapingizdan boshlaydi. Birinchi gaping manaqa bo'ldi. Sen bu yerda bunaqa qilgansan, keyin unnatural chiqqan seniki deydi. O'zi mendagi problemalarni bilaman. Unnatural bo'ladi. O'zimdan o'zim nimadirlar qo'shib yuboraman. Oranglarda ham bo'lsa kerak. G'irt o'zbekcha narsani g'irt inglizcha qilib shundoq so'zma-so'z tarjima qilib qo'yishadi. Bu bor, keyin grammatikam chatoq, keyin two wordy deydi. O'ta ham uzun gaplar yozib ketaman. Bilaman. Har bittasini bitta analiz qiladi mana. Impact on bor edi, effect on deb yozib qo'yibman. Jinnicha yozib qo'ygansan dedi, xato qilgansan deb. Har bitta gapingizni qilib chiqadi mana. Mana conclusion degani ham 11 ta gap bo'lgan bo'lsa, hammasini bitta qilib chiqadi. O'qib, birga analiz qilsangiz bo'ladi. Nima problema? Ha, mana joyi mana slightly long. Aytdim-ku, o'ta ham ko'p uzun yozib yuboraman deb. Ana. Sizga yaxshiroq versiyani ham beraman. Manaqa desang chiroyli chiqadi deb. Ana. Sizga oxirida hamma yo'g'ingizda xatoyingiz. Sendagi problemalar nima? Grammatikada, judayam grammatikada ko'p xato qilaman. Men e'tibor bermayman. Artikellar va nimadirlarga. Unnatural word combinations, mana umuman collocation emas ular, ingliz tilida yo'q narsa. Sen noto'g'ri narsalarni kombinatsiya qilib olyapsan, qo'shib olyapsan deyapti. Endi nimadirlarni beradi. Keyin 9 ga yarasha versiyani ber deyman. Fikringizni o'zgartirmaydi. Mana. Same idea. Sizni fikringizni o'zgartirmaydi, strukturangizni o'zgartirmaydi, prosta yaxshiroq, chiroyliroq qilib beradi. Buni keyin yana alohida tahlil qilaman men. Mana. Keyin tagida ham yozib qo'yaman. Nimaga bu 9? Mana grammatikada xato yo'q, collocationlar qo'shdim. Keyinda o'qiganda silliq o'qilib ketadi. Keyin vocabni ham aniq-tiniq berdim. Over complicate qilmasam, murakkablashtirib, chigallashtirib, o'zimcha yo'q bilmayman ko'rsaman deb emas. Men chiroyli qilib berib qo'yaman vocabni deydi. Keyin o'zingni versioning bilan taqqoslasang, mana ideyalaring bir xil. Chunki o'zgartirmaydi hech nimani ideya bo'yicha. Sizni ideyangiz turadi. Nima farq bo'lyapti? Accuracy, natural phrasing. Ana. Ya'ni men ajibuji narsalarim yo'q. Accuracy bu yoqqa ishlayapti. Natural phrasing ham bor. Shu ikkovini beradi. Keyin o'zimni whole essayimni jo'natib berib qaytardim, chunki bo'lib tashladim-ku. Mana. Undan keyin qiladigan ishim meniki nima bo'ladi? Men yerga mana sahrangiz qilaman. Wordga o'tkazaman. Bu fayl, topic. Undan keyin manunisi o'zimni versiyamda, bunisi ChatGPTning 9 ga yarasha versiyasi. Ana.
bu o'zimnikini tahlil qilib, qani meniki qanaqa bo'ldi deb turib compare qilib, qisqasi bitta writing ustida men shunaqa 2 soat ishlayman, bitta task 2 ustida. Mana. Buni yozganda qanaqa qilib yozasiz desangiz, mana bu joyda turibdi-yu, dictate qilsa bo'ladi. Mana bunisi voice ga o'tib ketadi, ko'ryaptimi o'zi? Bunisi voice ga o'tib ketadi, mana bunisi dictate qiladi. Shunday ezasiz, mana paperda yozgan narsangizni o'qib berasiz. O'qib berganingizda bu hamma joyini chiroyli qilib o'zi yozib ketadi. To'g'ri pronounce qila olsangiz so'zni, to'g'ri yozib beradi. Jag'im orib ketmasa hammasini teng o'qisam deyman-da. Bitta introductionni o'qiyman, keyin jo'nataman, ushlab turib o'rganayman, keyin baribir tashlayman. Shunaqa qilib ishlasangiz bo'ladi. ChatGPT biz uchun hamma narsa qilib bera oladi, agar siz to'g'ri ishlatishni bilsangiz. So, mana shunaqa tahlil dedi.